Ko'pchilik boshiga kelgan musibatlari sababini qidirib topolmaydi. Ehtimol hozirgi voqeadan keyin topishingiz oson bo'lar. Farg'onadan ulug' bir avliyolloh zot o'tganlar. Abu Bakr Vositiy rahmatullohi alayh degan. Shu kishi hikoya qiladilar. Bir kuni bog'da o'tirib, Xudoy taoloning zikr bilan mashg'ul bo'lib, xos bir holda bo'lganimda boshimga bir qush uchib keldi. Ya'ni 1 soat, 2 soat deganda bir ma'naviy holga yetishib turgan paytida kimdir xalaqit bersa yoqmasa kerakki, o'sha qushni mahkam ushladim deydi. Qo'yib yubormadim. Keyin boshqa bir qush uchib kelib ustimda charx aylana boshladi. Bildimki, yo turmush o'rtog'i yo ota-onasimikin. Keyin boya qushni qo'yib yubordim. Qo'yib yuborgan vaqtimda o'lib qolgan ekan. Ko'p hasratlandim, siqildim. O'sha kuni kechqurun ichimga bir qattiq og'riq kirdi va men tik turib namoz o'qiy olmay qoldim. Va undan keyin 1 yil davomida faqatgina o'tirib namoz o'qidim. Tik turishga qodir bo'la olmadim. Va bir kuni tushimga Hazrat Payg'ambarimiz alayhisalom kirdilar. Men u zotga aytdimki, holimdan shikoyat qilib, "Ya Rasululloh, men tik turib namoz o'qiy olmay qoldim" deganda, sababiki sen bir jonivorga ozor berding, nohaqdan zulm qilib o'ldirib qo'yding degandek aytdilar. Ertasi kuni xomish o'tirsam, nima qilarimni bilmay, mushugimiz bolalagandi. Va birdaniga uyga katta ilon kirib qoldi va mushukni bolachalaridan bir bolani tishlab olib qocha boshladi. Men unga shunday yaqinlashib bordimda, hassam bilan bir turtdim. Ilon mushukni bolasini tashlab qochdi. Qochdi, bir muddatdan keyin mushuk keldi. Mushuk kelib mushukchalarni holidan, o'zlarining tilidanmikin vaziyatni bildi-da menga qarab ko'zlari mungli holatda uzoq tikildi. Va o'sha kuni kechqurun shom namozigacha Alloh taolo mendan bu dardni oldi va men tik turib namoz o'qidim dedi. O'sha kuni kechasi yana Payg'ambarimiz alayhisalom tushimda ko'rdim. Xursand bo'lib aytdim, "Ya Rasululloh, men tik turib namoz o'qiyapman" desam, aytdilarki, "Bugun Alloh taoloni huzurida bir mushuk seni haqqingga shukr qildi, seni haqqingga duo qildi" dedilar. Ba'zan biz u yoq bu yoqqa qarab oyog'imiz tagiga e'tibor qilmasdan bosib o'tgan hasharot, ehtimol chumoli, ehtimol bir jonzot bizni oldimizdan kelayotgan bir katta musibatlarga sababchi bo'lib qolayotgandir. Inson o'ta e'tiborli bo'lishi kerak. Endi birki jonivorga ozor berganda inson hayoti shuncha pala-parcha bo'lib ketadigan bo'lsa, Xudoy taolo yaxshi ko'rgan, buni ichida iymon gavhari bo'lgan, qalb sohibi bo'lgan insonni xafa qilsa, unga ozor berib zulm qiladigan bo'lsa, qanchalik og'ir musibatlar keladi. Dilozorlikdan Alloh taolo o'zi saqlasin. Rahmat.